qattiq material tikadimi deganlarga DVP ustama kalon kapshon kerak. Assalomu alaykum. Bugun sizlarga mana Avva polniy avtomat mashinasini qisqacha obzorini qilib o'tamiz. Chok mashinamiz invertor motori bilan jihozlangan bo'lib, pastokka ham 12 voltli akkumulyatorga ham ishlaydi. Mana bu mashinamiz ishlari material. Zaklipga qoldi. Ipini chiqardi. Kelgan buni eng katta fishkalardan bittasi bu polniy shuni izolyatsiyasi kuchaytirilgan, zaklipga berganda, yuzganda, lapkasini ko'targanda umuman dosh 80% ancha qisqa ovozi pasaygan. Boshqa avtomatlarga o'xshab ovozi chiqmaydi. To'g'ri shoxlarni pishiradi. Hali kapshonali materiallar. Bemalol tortib tikadi. Endi buni gulchohlariga keladigan bo'lsak, bu birinchi gulchoq. Yana plus esa ikkinchi gulchoqni ko'rsatadi. İkinci gülçek. Üstü özellikle otomatik olarak. Şu tarafa yıkanın 9 gülçek kadar tikar. 9 şarkını tikar. Hali material tikadimi deganlarga DVP qalin ustama kapshonkali material chiqaradi. Tikilmagan joyda mana zaklipga berdi. Bemalol tortib ketaveradi. Uzib mana o'zini chiqardi. Chiska qilib chiqardi. Yukkani ham mana salafan oddiy. Salafanni ham cho'kib ketgan.